Tuzlamani sevuvchilar va qishning kunida uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lganlarga zo'r lifehack ko'rsataman. Ketdik. Yangi uzilgan bodring ustidan muzday suv quyib 20 daqiqada qoldiramiz. 5 litrlik baklashka ichiga bir bog'lam ukrop, 3-4 bo'lak qizil bulg'or qalampiridan solamiz. Bodringlarni yaxshilab yuvib, orqa oldinni kesib tozalab olamiz va baklashka ichiga birin-ketinlik bilan joylashtiramiz. Bodring ustidan o'zimizni jaydar bolgarskidan 4 ta dona solamiz. Keyin yana ustidan bodring, qizil bulg'or qalampiri va ukrop solamiz. Ukropdan keyin baklashkani bodring bilan to'ldirib, ustidan 5 ta dona chesnok va 2 ta dona achchiq qalampir solamiz. Baklashkani muzday suv to'ldirilgan tog'ora ichiga solib, baklashka ichini to'ldirib issiq suv quyamiz va shu holatda 20 daqiqa qoldiramiz. 20 daqiqadan keyin suvni bo'shatib, ustidan 3 qoshiq tuz, 2 ta dona lavroba, 2 qoshiq uksus, yarim qoshiq shakar solib, ustidan issiq suvni to'ldirib quyamiz. Keyin esa baklashka qopqog'ini mahkamlab, sovuq suvda solib qo'yamiz. Sovuq suvga sovitilgandan keyin 9 oygacha bemalol achimasdan, aynimasdan turib beradi. Qarabsizki, mazali tuzlama tayyor. Endi uni bemalol sotishimiz yoki iste'mol qilishimiz mumkin.